Hozirda ko'pchilikda bo'layotgan muammo telefon raqamingizni kompaniyasini boshqa kompaniyaga ko'chirib o'tkazish. Hamma hozir mana shu narsa muammoni ketida yuribdi. Ya'ni hozirgi ishlatayotgan kompaniyasi yopilib ketgan yoki har xil muammolar bo'ladi, yaxshi ishlamaydi. O'zimda ham yaqinda xuddi shu muammo bo'ldi. O'zimni telefon raqamimni hech narsasini o'zgartirmasdan faqatgina kompaniyasini alishtirdim. Hozir sizlarga mana shu narsani ketma-ketligini sodda qilib tushuntirib o'taman. Hozirgi ishlatayotgan kompaniyangizdan bemalol boshqa kompaniyaga o'tib olasiz. Nomeringizga ochilgan akkauntingiz, Telegramingiz, u nomeringiz bilan Instagram ochganmisiz, hammasi joy-joyida qoladi. Faqatgina kompaniyangiz alishadi. Xo'p, buning uchun birinchi qadamingiz nima? Birinchi qadamingiz hozirgi ishlatayotgan kompaniyangizdagi raqamingizni hamma qanaqa to'lovlari bo'lsa yoki qarzdorliklaringiz bo'lsa, o'sha hamma qarzdorlikni yopib 0 qilishingiz kerak shu yerda. Yoki ana o'sha kompaniyaga aloqalashib, iloji bo'lsa, meni raqamimni hisobini 0 qilib bering deysiz. O'sha kompaniya operatoriga tushuntirsangiz ham bo'ladi, raqamimni 0 qilib bering, men boshqa kompaniyaga o'tmoqchiman deysiz. Yoki deb o'zingiz hisoblab boshqa kompaniyalarda mana ko'rib turgan kompaniyangizda mana shu sariq ranglikni ishlatardim. Aloqaga chiqdim operatoriga, hisobimni 0 qildim. Boshqa kompaniyaga borib, xuddi shunday etasiz, raqamimni ko'chirtirmoqchiman deydi. Boshqa kompaniya operatori yoki xodimi sizni raqamingizni ko'radi, bazadan tekshiradi. Raqamingiz 0 bo'lgan, bemalol o'sha yangi kompaniyaga o'tkazib beradi. Sizga yangi fizический sim karta beradi. Xohlasangiz fizический sim karta qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz eSIM qilib o'tkazib olsangiz bo'ladi. Bundan muammosi bo'lmaydi. Faqatgina shu ketma-ketligi onlayn bajarish uchun o'sha o'tmoqchi bo'lgan kompaniyangizni ilovasiga kirasiz, raqamni ko'chirish joyi bor. Raqamni ko'chirish joyidan so'rov yuborasiz. Men bitta sizga ko'rsatib ham qo'yaman, bitta kompaniyada bemalol mana shu yerdan ko'chirsangiz ham bo'ladi. Onlayn tarzda barcha kerakli ma'lumotlarni kirgazib, faqat video boshida aytganimdek hisobingizni 0 qilib hamma qarzdorliklarni to'lab qo'yasiz. Yoki deb yangi o'tmoqchi bo'lgan kompaniyangizni savdo nuqtasiga borasiz. Ya'ni qanaqadir tochkasiga, boshqa kompaniyalarnikiga hozirgi ishlatayotganingizdan o'sha istalgan raqam beradigan joyiga borganingizda sizni raqamingizni bemalol o'sha kompaniyaga o'tkazib yengilab berishadi. Eski kompaniyangizda bo'layotgan muammolardan ancha yiroqlashasiz. Yangi kompaniya bilan bemalol ishlataverasiz. Hali aytganimdek hech qanaqa sizga ortiqcha zarari bo'lmaydi bu narsani. Ya'ni boshqa ulagan narsalaringiz yoki boshqa ochilgan akkauntlaringiz zarari yo'q. Faqatgina kompaniya o'zgaradi, o'sha yangi kompaniyaning yangi tarifiga o'tasiz va bemalol ishlataverasiz. O'zingizga yoqqan yaxshiroq kompaniyani tanlang. Kelajakda boshqa muammolar bo'lmasligi uchun antennasi yaxshi chiqadigan yoki yaqinlaringiz bilan bemalol maslahatlashsangiz bo'ladi. Chunki men sizga qaysidir bittasini tavsiya bera olmayman. Chunki o'zim hammasidan bitta olib qo'yganman, hammasini test qilib ishlatish uchun. Xullas, video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Shuning uchun raqam almashtirmoqchi bo'lganlar like bosib qo'yamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Yanada foydali videolar chiqishini xohlasanglar, hoziroq kommentariyada nima muammo sizda bo'layotganini yozib keting. Bu videoni yana yaqinlaringizga ham, gruppasiga, Telegramga sekin silkasini kopirovat qilib tashlab qo'ying.